Dunyodagi eng katta va mukammal relyefli globus O'zbekiston Milliy universiteti Geografiya va geoaxborot tizimlari fakultetida joylashgan. Ushbu globus Toshkent relyefli globusi nomi bilan ham mashhur. Toshkent globusi 1979-1984-yillarda O'zbek Magellani geografiya fanlari doktori professor Hamdulla Hasanov buyurtmasi asosida Perm shahrida o'quv jihozlarining yasash laboratoriyasida Ivan Oshev Yegorovich tomonidan tayyorlangan. Ushbu globusning balandligi 2,5 metr, diametri 2 metr. Bunday kattalikdagi globuslar dunyoda bir qancha uchrasa-da, aniqligi va relyefi jihatidan sanoqli hisoblanadi. Kattaligi bo'yicha 3-o'rinda hamda aniqligi bo'yicha esa 1-o'rinda turadigan Toshkent globus yuzasi 13 metr kvadrat bo'lib, umumiy og'irligi 490 kilogramm. Globusni yasashda 200 dan ortiq aerokosmik suratlardan foydalanilgan. Kosmik suratlar asosida Dunyo okeani tubining relyefi, Tinch okeanidagi 600 ta vulqon va butun yer yuzasidagi 1648 ta vulqon tasvirlangan.